Shunaqa skuter kelgan. Muammosi nimada desanglar, shu mashinada diski qishagan, yamaga tushgan yomg'irda. Havo qo'yib yuborgan. Tomonda ham mana qishagan. Ikkisi tomon to'g'rilaymiz. Nimada desanglar, mana bu onaqa garelkada qizdirib, chiroyli qilib to'g'rilashga harakat qilamiz. Natijasi oxirida. Hozirgi skuterimizni ko'rishinglar mumkin. Bu akani bitta to'g'ri qilgan ishlari, to'g'ri emasga kelganlari. Yokida o'zlari chuqalab, bir xillar bo'ldi. Mana bu granlarni ketkizib tashlaydi, mana bu arig'ini. U holatda bunaqa ideal bo'lmaydi. Mana ko'rishinglar mumkin. Imkon qadar zavod bo'lmadi-yu, no ideal bo'ldi. Qanaqa joyga keladi? Men buni istadim. Mana mashdan qishaganida. Imkon qadar chiroyli qilindi. Kim necha pulga qiladi mana shu xizmatni yozib ketsin kommentda.